Assalomu alaykum. Hojata. Yaxshimisiz? Yaxshi shoirim. Bo'lmisiz? Sog'lar yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Da'vatlar. Akalar ham tinchmi? Alhamdulillah. Javob. Yaxshi, rahmat. Tinchmiz. Da'vatlar yaxshi bo'lib keldingizmi? Alhamdulillah. Sizga borib kelgan deb eshitdim, rostmi? Bizni ham nasib qildi biz. Birodar, sizni Alloh yetkazdi. Bir sizga aytadigan dardim bor. Uyga kiraylik, uyda gapirishib beramiz. Mayli, xo'p, hojata. Qani yuravering-da. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz, birodar. Yuravering-chi. Biroz martlarlashaylik-chi. Gap ko'payib qoldi, birodar. Bu nima bo'lyapti? Elda yurt tashvishi. Bana to'ylar tashvishi, birodar. Men o'zi O'zbek milliy markaziga prezidentman, bilasiz. Qayerga borsak, biz ular da'vat qilamiz, biroq quloq solmayapti-da. Erkaklar quloq gap olmayapti, ayollar xo'jayin ekan hozir. Shuning uchun bir ozmoz dardim aytib berasiz sizga. Siz ham shu dar qiynayaptimi? Shoir o'g'lim, 7-yoshga kirib qoldim. Bir yaqinda nevaram chiqarganman. Endi bir fato chiqargandan burroq ekan. Hamma tashlar bo'ldi. Bu kimligini aytmayman. Yo'q, kuyonakarga 130 ta odam kelibdi. Bu mumkin emas-da. Kuyonakarni bir 10 ta oshnasi bo'lsa kerak, 20 ta oshnasi bo'lsa kerak. Tengtishi, qarindosh urug' bergi qudandalarga qo'shib 30 ta bo'lsin, to'g'rimi? Boring 50 ta bo'lsin. Yosh maktabda o'qiydigan bolalar 5 yashar ham bor, 10 yashar, bu kuyonakar emas-da. To'g'rimi, hojata? Haq. Qiyin-da qiyin. Hozirgi udumni haligi bor urf odati. Ota-ona yoqtirib, xato berib, baraka qilishib, qizni o'sha kuyovga bo'lgan bo'lsa, ertasidan kelib, kuyonakarlar kelib qizga quloq toshmi, bu nimani berar ekan. Bu 50 ming, 60 ming katta summa. Uni kelgan to'yda uni pato deydi malik oq ko'ynagini 15 mingga olar ekan. Masiyas pashlat, mana prisochkalarga bir 50 ming. O'sha yerda bormasdan turib mikroskop olmasdan 100 ming rasxod bor ekan. To'ylarda zakslar. Zaks qaysini aytasiz? Yo, bo'lar 15 ta qora boshimlar kelyapti. 15 mingdan kelar ekan. 10 ming. 10 ta olib kelgan bo'lsa 150 ming. 150 mingga bitta kambag'al bitta to'y qiladi. Bu dardimni sizga aytyapman. Birodar, qayerdan keldi? Iso surasi bir ancha-muncha o'qib turaman-da. Iso surasi 27-oyatida aytibdiki, o'sha bema'ni rasxod qilganlar, bu bunaqa shaytonlarni do'stlari deyapti. O'shuni o'qimaganmi, birodar? Shu haqida bir ozmoz bir elga bir yozaylikchi, bir dardning ichida qolmasin. Ko'rin, ellar bilsin mana shu. Meni ham xuddi shu hojata, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Meni ham shu dard qiynab, shu ijod qilganman shu haqida bir 8. Shunaqami? Ilohim, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bitta yozing shular to'g'risida. Yozib qo'yganim bor, shuni o'qib beraman hozir xohlasangiz. Qani? Hozir o'qib beraman hozir shuni. Chin erkakka o'zni o'xshating. Amal bilan yashab ko'rsating. Ergashmasdan xir-suv havoga isrof bid'at to'yni to'xtating. Barakalloh. Illat to'yga ruju qo'yganlar, ayollarga taslim bo'lganlar, ko'ksida vijdoni o'lganlar, isrof bid'at to'yni to'xtating. Musofirlar alam yutmoqda, xorijlarda umri o'tmoqda, yaqinlari har kun kutmoqda, isrof bid'at to'yni to'xtating. Topganini birdan sovurmang, zulm qilib tirik qovurmang, xo'ja ko'rsin ishga ovunmang, isrof bid'at to'yni to'xtating. Alloh rozi bo'lsin. 2 yoshni fe'lini o'ylang, bir-biriga mehrini o'ylang, xosmi, mosmi zehnini o'ylang, isrof bid'at to'yni to'xtating. Haqni oling amma xolalar, iltimosim sizdan onalar, harom ishga ko'ring choralar, isrof bid'at to'yni to'xtating. Bas xotinlar erga bo'ysuning, faqat taqvo bilan o'y suring, kamtarona to'yga yo'l buring, isrof bid'at to'yni to'xtating. O'zingizni endi ko'ndiring, marosimga me'yor qo'ydiring, muhtoj miskinlarni to'ydiring, isrof bid'at to'yni to'xtating, sunnat hayot bilan ko'rsating.
Rahmat, Peki. Alloh razı olsun. İkimiz derdimiz bir xilda ekan. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Amin Shoir amin. o'g'lim. Suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham muborak hadislarning birida eng barakali nikoh eng oson qilingani va eng kam xarajat qilinganidir deb aytganlar Ibn Moja rivoyatida. Qarang, shunday tavsiyalarni suyukli payg'ambarimiz aytib tursa, Robbimiz o'zingiz aytib o'tdingiz Isro surasi 27-oyatda, albatta isrof qiluvchilar shaytonning birodarlari deb Xuddi tursa, shunday aytgan ekan. buni siz bilan biz iymon keltirgan musulmonlarga aytganda, shunga biz amal qilmaganimizdan ertaga Robbimiz huzurida bulardan so'ralamiz albatta. Ilohim, ilohim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Shular haqiga bir duo qiling, elimizda shunaqa bidat to'ylari, isrof to'ylar bo'lmasligi haqida hojatda bir duo qiling. Ilohim, isrofchilik to'xtasin. Ilohim, noqatimiz eli hammasi islomdagi namozxonlar. Ilohim, mana shundan keyin shoya ularga aql kirib to'ylarni kam xarj qilib o'tkazishga Alloh nasib qilsin. Hammasi kunlar ko'rishga Alloh nasib qilsin. Alloh razı olsun. Birodar, rahmat. Meni xursand qildingiz birodar. Hop. Allohga emanet.